18 yoshli qiz haqida siz bilmaydigan faktlar. Hozir birgalikda tayyorlanamiz va siz bilmaydigan men haqimdagi narsalarni gapirib beraman. Hozir mana bu qora futbolka bilan obraz yaratamiz. Men 17 yoshdan boshlab ota-onamdan alohida yashashni boshlaganman. Mustaqil bo'lishni o'rganganman. Aslida 15 yoshdan boshlab uydagilardan pul so'ramaslikni boshlaganman. 17 yoshdan boshlab o'sha hech qanaqa og'irligimni, muammolarimni uydagilarga aytmasdan o'zim hal qilishni o'rganganman. Ko'pchilik mendan so'raydi, endi soch o'stiruvchi mahsulotni sotganingiz uchun sochingizni kesa olmaysizmi deb. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ha, sochimni kesa olmayman. Soch o'stiruvchi mahsulotni sotganim uchun agar xohlasam kesishim mumkin albatta. Telegram kanalidan pul topishni esa 15 yoshimdan boshlaganman. Avgust, sentabr, oktyabr 3 oy davomida kanalidan pul topganman. Keyinchalik daromad topayotganimni ota-onam ko'rgandan keyin meni yuzimni ko'rsatib blog boshlashimga ruxsat berishgan. Tak 3 oy davomida men Kuchli qizanim Instagram profilida yuzimni ko'rsatmasdan videolar qo'yganman. Agarda siz ham yuzingizni ko'rsatmasdan turib Telegram ilovasida daromad qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, 1-2-3 may kunlari soat 21:00 da 3 kun davomida men sizga bepul darslar o'tib berishga tayyorman. Profilim shapkasida esa maxfiy Telegram kanal sitasi mavjud. Ustiga bossangiz darslar bo'ladigan kanalga olib kiradi.